Xayrli qadrli do'stlar, bizning bugun forumimizning 3-chi kuni, ham bugun aning ko'rilishi bo'lsin Sharq universitet davomida. Shu ko'rkam universitet davomida. Ham bizning bo'lajak boshqa diskussion maydonchasi bor. Bulan boyunca barang beraber. Majlikanda universitet. Shaxsiy tarixingni sen Qotar tilini ishlagandan bo'lmasin. Latviyada o'sgan bitroy edi. Aya Latviyada tug'ib o'sdim. Qatnashganlarda tug'ib o'sdim. Tatar tilini negizlarini abiyam bilan öğrendim. Onları o'zbekimdan ham tatar tilini o'qituvchilardan öğrendim. Ayy, demak sen qishmadan Latviyadan narib qishdan Angliyaga, shunday. Aya 12 yil Angliyada. Ayy, shunday. Tataristonda birda yashamaysan, tatar tilida bek yaxshi sezasың, ham anglashasың. Aya, menimcha bu iskikish do'stlar. Bu bir o'rnak bo'lib turadi tatarlarga da. Rahmat do'stlar, rahmat. Bütün Kıtay'da 3-9%. Tatarlar mı aytarsın? Tatarlar. 4-cü ildə 6 yakın var idi. Hazır 3500-3000 Azərbaycan. Te turnie anotuje vaše programy? Потому что вы здесь стоите, обстоятельства не изменятся. Yakışıyor. Türlü halklar dünyada kızık bulur için bu bütün dünyada anlayışlı bulunur. Yani mesela Mulla filminde bu yaş Mulla'nın tarihi. Yine öyle Siz şanslısınız yok mu? Biz Emir bilan bir yaşdamiz. Bizning abiyimizning da singlimizning da tuğan kuni bugun. Benim abiga da 5 yaş to'ldi. Ana abisi nada. Sen karşımda 15 yaş to'ldi. Anasının nesi nada? Ayet, tuna. Anam tümle doğan. Baribir yaqin bitim. Yaqin. Bu qiziq fakt bo'lib chiqdi. Qiziq ayet. Ham bizni o'xshagan deb deydilar Emir bilan. Bir zaytı qarayın. Qiziq bitimdi. Buni yozib qo'ysak. Bizning nashriyat kitoblarni 1000-2000 tirajga chiqaradi. Yılına 100 ming ishilami yo'qmi? Men To'qayni bilan, Leninni bilan, Robert Muellerni bilan ham kitob kitobida men shularni izlay bo'lib chiqadi. Chunki ularning she'riyati o'zginchalik. Ana mana siz kitobni qo'lga olgach, o'qib olasiz. Bu reportaj, bu ravil Bu ana tili platformasında ana ders bulanıktır. Ayslovanın ki Astraliyadan men siz kelganida Astraliyada bundan nisham tatar yashagan. Nisheming? Astraliyada 300-400 tatar yashaydi. 500 deganda birinchisi. Butinisida taralgan. 300 yoni Angliyada yashaydi. Boshqalari Melbourne, Sydney, Perth ham Brisbane degan shaharlarda yashaydi. Siz qaysidan bahsedin? Melbourne'da biz yashaymiz hozir, lekin o'zimiz sotmaymiz. Angliyadagidan ko'chib ketdik. Hozir Sidneyda da ochdilar bir jamiyat. Onda da mana 2 o'zak bo'lashaq Angliyada ham Sidneyda. Sen Astraliyada kiyevda endi? Ayy. Turda diasporasida. Yo'q, menimcha shekilli. Kendileri. Yo'qlab bo'lmish ulu bilan. Linar bu. Qo'yanasin Linar ekan. Boltashdan Tigo hozir tura AQShda, Qo'sh shaharda Bizim shaharda turam, AQShda ham ishlim bitta injener bo'lib, tatarcha сөйләшәм. Ham
fluently. Fluently. Hem İngilizce yaşam. Rusça yaşam. Şaş yaşmıyorsunuz. By the way. Bartek halal tillerden yaşayabiliriz. Ha bu mağana yaramıyor. Bileler, demek. Oysa uzakta sözmeyim şundan da. Sizin koşulunuzda hazır şuruş yasayışa. Totar'ın tanılgan olimlerini bilsek de bular. Astrofizik, Россия Fenler Akademisi akademigi, Россия Federasyası Devlet Premiyası laureatı Reşit Aliyoğlu Süneyev. Karşılığınız. Он первым показал, что там есть, должна быть темная материя. Tatar tilinde uram taqtalari ilindi. Terbiyeli turgan so'zlar yozildi. Bir-birini hurmat et, bir-birini ranjitma. Masalan, bir kunda bizda avariya bo'ldi, ikki mashina bir-biriga berilib, bag'onaga berilishdilar. Ol bag'onadan tushgan yozuv anda yozilgan edi. Bir-biriga og'ir so'z aytmagiz. Rahmat sizga. Yerda bo'lgan ishim, millatdoshlar deyib turgan ishim. Tog'in yozsin, birga yasharga. Biz tatarlar deyib Дәшәргә. Ясыймыз бүгін тіке концерт, тіке флешмоб. Мен көтереміз байрағымны сенің үшін. Алсуданнан ялғыз шаба Kelamiz mana Nazif bilan o'qayın keladi, nasiya ketadi. Men Nazif, men Xitoydan keldim. Ham shunda o'qiyim. Tanishimdan bekshatsiz. Sen o'qiysan, men o'qimaysan. Menda o'qiyman. Xitoydan mana kelingni o'qirga. Menda keldim o'qirga. Xitoydan shirgana qilma tatarlar. Xitoydagi tatarlar umuman boshqa turlardan. Tillari boshqacha. Boshqa tillar tomoshalı yana. Hem turmushlari boshqacha. Qaramasdan chistasi yarashib turishadi. Shunday bir. Men menda тоже bir yil öğrendim. Şuna göre tatarcham yaxshiroq. Bitta yaxshi tag'inda. Alga bosarım. Demak, siz qaysi tillarni qilib yarashsiz tatar tilini? Tatar tilini biz Uyg'ur tilini ham qozoq tilini qo'shib so'zlashamiz. Sen o'zingni tatar deb aytasanmi? No'ye. Bilmaysan. Tatar bit. Tatar bit. Tatar malay. Ya, rahmat. Rahmat. Sen bu diskotekani shatdimsan. Ay, deb aytib bular. Shunday aytib bular tatarchalarni taniysanmi? No'ye tatarcha ko'pchilik ko'p taniydi. Kimlarni taniysan? O big ko'p. Salavat Fatkina, Ferdus Temayev, Erka, Aydar, Taranka, oy big ko'p. Amna bu alternativ muziqadan Shayx Raziev gibi mesela. Yellow Cloud. Kim o ya? Yellow Cloud degan gruppa bit. Rap aytib turadi. Yellow mesela Cyclone. Hani Zarina Vidlanova mesela. Zarina Vidlanova mesela. Yok mu? İttifak Türk'ün rap okuyorlar. Eshitgani bor ya. Bormi? Bor. Kim bor alamizda? Bizning fin tatarlarimiz